Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda biz akkauntimni obzor qilamiz. Akkauntni obzor qilishdan oldin sizlarga yangi eslatmam bor. Agarda shu video 100 ta like yig'sa, mana shu akkauntni sizlarga podarka qilaman. Qani bo'lmasam videomizni boshladik. Sizlar zerikib qolmasliklaring uchun videoni tezlashtiraman. Nobody tu pega, tá passando o tempo. Vida morta de bonaga, bate o clima da minha vara. Vida morta de bonaga, bate o clima da minha vara. Ela vira mortal, ela vira mortal, ela vira mortal, vira mortal. Ela vira mortal de bonaga, bate o clima da minha vara. Ela vira mortal de bonaga, bate o clima da minha vara. DJ Vilão que lançou essa virou hit. Essa virou hit. No baile tu pega, tá passando o trem bala. No baile tu pega, tá passando o trem bala. Vida morta de bonaga, bate o clima da minha vara. Vida morta de bonaga, bate o clima da minha vara. Ela vira mortal, ela vira mortal, ela vira mortal, vira mortal. Ela vira mortal de bonaga, bate o clima da minha vara. Ela vira mortal de bonaga, bate o clima da minha vara. Clima da minha vara, clima da minha vara, clima da minha vara, clima da minha vara. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi demayman. Endi biz uyimizni obzor qilamiz. Qani bo'lsa uyimizga kirib olamiz, ketdik. Mana uyimizga ham kirib oldik. Uyimizda tashqi ko'rinishi xuddi shunday. Bo'lmasa birinchi etaj obzor qilamiz. Birinchi etajga kirib olaylik. Mana birinchi etaj. Hamma narsa bor, chiroyli. Ikkinchi etajga kirganimiz ham ikkinchi etaj ham xuddi shunday. Bo'sh. Bitta televizor bor. Endi uchinchi etajga chiqamiz. Uchinchi etajga naryoqda esa chap tarafda bilan kiramiz. Va bizning nadan chiqishimizga bardagi xonalar. Uyimni levelini ko'tarish uchun hamma narsani qo'yib tashlaganman. To'lgunicha. Eshiklar orasida eshiklar. Bo'ldi. Endi 4-etajga o'tamiz. 4-etajimiz chiroyli xonaga. Hamma narsa tiqib tashlangan. Biz kutgan nonlar yetib keldi. 5-etaj eng chiroyli joyimizga. Bo'sh joy. 3 va 4-etajdan chiroyliroq. Bo'ldi. Uyimizni ham obzor qilib oldik. Endi chiqsak ham bo'laveradi. Mana uyimizdan ham chiqib oldik. Endi boshida aytganimdek,
Agarda shu video 100 ta layk yig'sa, shu akkauntimni sizlarga sovg'a qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, layk bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Agarda video yoqqan bo'lsa, izohlarda videongiz yoqdi deb yozib qo'ying. Va keyingi videoda biz g'olibimizni aniqlab, shu akkauntni o'zlariga beramiz va partnyor turgan mana shu akkauntimni, yangi olgan akkauntimni obzor qilib ko'rsataman sizlarga. 11-sezon zavarlari bilan turibdi. Shu akkauntni obzor qilishimni xohlasalaring, uni ham izohlarda yozib qoldirsalaring, men uni ham video qilib chiqaraman. Sizlarda obuna bo'lganlaring, layk bosganlaring tekin. Menga u prosta motivatsiya bo'ladi. Sizlar podpiskada bo'lib, layk bosib, obuna bosib tursalaring, bundan-da chiroyli kontentlarni olib boraman. Mana videomiz ham o'z oxiriga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.